Amerika Bayden hökuməti 30 sentabr dushanba kuni Tayvanni 570 million Amerika dollari qiymatidagi harbiy yordam bilan ta'minlaydigan planini e'lon qilgan. Tayvanning harbiy iqtidorini oshirishni maqsad qilgan bu yurishlik yordam plani harbiy ta'lim-tarbiya, tank hujumidan mudofialanish qurollari, havo mudofaa sistemasi va uchquchisiz aeroplan qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Niki Asiya gezitining xabar qilishicha, Amerika prezidenti Jo Bayden Amerika tashqi ishlar ministrligiga bergan yo'l yo'riqida davlat mudofaa ministrligini Tayvanning mudofaa buyumlari va mulozimati va harbiy ta'lim-tarbiya xizmatlari uchun 567 million dollar ajratishga buyurgan. Bu buyruq Amerikaning o'z qurol zapasini Tayvanga bevosita avatadiganligidan derak beradigan bo'lib, Amerika bu harakatni Ukrainaning Rossiyaning tajovuzga qarshi urushini qo'llash uchunmi qo'llanib kelgan. Amerikadagi Rand tadqiqot markazining Asiya ishlari tadqiqotchisi Dr. Raymond Ko'ning deyishicha, bu Tayvanning Xitoyning tahdidiga qarshi mudofaa strategiyasini yo'lga qo'yishda intayin muhim ekan. The United States is the provider for that defense, for a lot of the defense articles it needs, and three that, Amerika o'z qonunlariga asosan Tayvanning mudofaa ixtiyorini oshirish uchun harbiy yordamni ma'qullagan. Albatta, bu Xitoyni qattiq norozi qismi hozirgi vaziyatda Tayvanning o'zini qo'g'dash ishlarini oshirish Amerika uchun bekrak muhim o'rinda turdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tayvanga qaratgan tahdidini kuchaytirayotgan va Janubiy dengizdagi harbiy ig'vogarchiligini jiddiylashtirayotgan bir sharoitda Amerikaning bu harakati uning Tayvanni qo'g'dash va'dasiga amal qilganligini ko'rsatib beradi ekan. Amerikadagi Xitoy ishlar tadqiqotchisi Dr. Andres Korning deyishicha, Amerikaning Tayvanga bu qitim ma'qullagan harbiy yordami Xitoy tahdidining jiddiyligini ko'rsatib beradi ekan. U bizga ilxat orqali qilgan so'zda mundaq degan: Amerikaning bu qatamliq harbiy yordamni nihoyat tez suratda tasdiqlashi Xitoydan kelayotgan tahdidning jiddiyligini ko'rsatib berdi. U shundoqla Xitoyning Tayvan uchun ba'zi alohida tipdagi qurol-yarog' sistemasini ko'paytirayotganligini ko'rsatib berishi mumkin. Shunga Tayvan Xitoyning bu qurollarining hujumiga qarshi turish iqtidorini oshirishi kerak. Xitoy Janubiy dengizdagi harbiy faoliyatlarini uzluksiz kengaytirayotgan bo'lib, u o'tgan hafta oxirida talash tortishdagi Karboro qirg'oqiga yaqin joyda harbiy manevr o'tkazgan. Bu manevr yaqinda Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Nyu-Yorkda chaqirilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashining yig'inida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishib, uningga Xitoyning Janubiy dengizdagi xatarlik va muqimsizlik keltirib chiqarayotgan harakatlari haqidagi andishalarini o'tirg'a qo'ygandan keyin yuz bergan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 27 sentabr juma kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan o'tkazgan suhbatida yana Xitoyning Rossiyaning mudofaa sanoat bazasini qo'llayotganligini tilga olgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Blinken shu kuni muxbirlarga qilgan so'zda Rossiya import qilayotgan qurol-yarog'larning taxminan 70%, mikroelektron mahsulotlarining 90% Xitoydan kelgan degan. Va bu Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik urushini davomlashtirish uchun keraklik boshqarilgan bomba, raketa, brovnik va o'q-dori ishlab chiqarishni amalga oshirishiga yordam beradi degan. Antony Blinken Beijing bir tarafdan tinchlikni xohlaydiganligini, to'qinishning oxirlashishini xohlaydiganligini deydi-yu, ammo yana bir tarafdan o'z shirkatlarining Putinning tajovuzchiligini davomlashtirishiga yordam beradigan harakatlarni qilishiga yo'l qo'ydi deb ko'rsatgan. Dr. Raymond Ko'ning deyishicha, Rossiyaning NATO davlatlariga bo'lgan tahdidi jiddiy bo'lsa-mu, biroq Amerika uchun eng murakkab xavf yana Xitoy ekan. Russia, obviously, the threat is pretty immediate. They are obviously engaged in a war with Ukraine right now. Has always had a danger of spilling over into NATO countries with whom the U.S. has an alliance obligation. Rossiyaning tahdidi haqiqatan jiddiy. U Ukrainaga tajovuzchilik urush qo'zg'adi. Bu urush o'tining NATO davlatlariga chajrash ehtimolligi har vaqt mavjud. Amerikaning ularni qo'g'dash majburiyati bor. Biroq bu yerda qiyin bo'lgani Xitoy. Xitoy Amerika uchun yanada uzun muddatli raqobat bo'lib hisoblanadi. U Rossiya va Ironga solishtirganda to'liq murakkab va to'liq zo'r ko'lamli tahdid. Shunga bu tahdidning oldini olish uchun hozirdan boshlab tayyorlanish kerak. The countries that you just mentioned, it is also the most complex, largest challenge of those countries. And so you have to get started now in responding to this challenge.
Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 1 oktyabr kuni Amerikadagi Tashqi ishlar nomli jurnalda Amerikaning yanglish strategiyasi, yangi dunyodagi rahbarlik o'rnini qayta tiklash mavzuliq maxsus maqola e'lon qilgan. U bu maqolasida Xitoy tahdidi haqida to'xtalgan. U Xitoy dunyo tartibini o'zgartirish niyati ham iqtidori bo'lgan birdan-bir davlat deb tasvirlagan. Tashqi ishlar ministri Antony Blinken maqolasida yana xalqarada yangi davrni belgilash uchun keskin raqobat olib berilmoqda. Osandagi davlatlar bo'libmi Rossiya, Iran, Shimoliy Koreya, shundaqla Xitoy o'zaro hamkorlashib, xalqaro tuzumning asosiy prinsiplarini o'zgartirishni qaror qildi. Bu mustabid davlatlar mustabid hukmronligini mustahkamlab, chet ellarda ta'sir doirasini kengaytirishga, zemin mojarolarini majburlash yoki zo'rlash orqali hal qilishga, hammadan muhimi Amerikaning qudratining asosi bo'lgan harbiy va texnik afzalligi, pul birligidagi hukmronligi va tangdoshsiz sheriklik va hamkorlik to'rini bechit qilishga urinmoqda deb yozgan. Dr. Underscore so'zida yuqoridagi mustabid davlatlarning hamkorligi paydo qilayotgan tahdidning intayin keskin va jiddiyligini bildirdi. U elxitida mundaq degan: Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti Yaponiya, Koreya, Tayvan va Avstraliyani darhol bu tashkilotga a'zo sifatida qabul qilishi va bu davlatlarning hammasining mustaqil holda yadro tahdidiga qarshi turish iqtidorini taraqqiy qildirishiga yordam berish kerak. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Amerika va uning ittifoqdosh davlatlari yuqorida ismi atalgan davlatlarning o'zaro hamkorligini kuchaytirishga alohida diqqat qilayotgan bo'lib, ularning bu navbat BDTda olib borgan uchrashuvlardagi muhim temalarning biri dal bu o'rtoqlik va u keltirib chiqaradigan oqibatga taqobil turish haqida bo'lgan ekan.